Bugungi yangi partiyani zo'rlardan kelib qo'ydik aka. Kechagina rahmat Paddeshkani yorishdi aka. Shuna Paddeshka tursin, xudo xolasa narxlar vobshe yeridan bitta bo'laveradi. Bugungi yangi partiyani ko'rsating, assortiment serob 6 milliondan boshlab bag'i ketaveradi aka. Mollarni ko'rsating. Narxlarni shunday sindiraman bugun ham, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugun aka-ukalardan yangi partiyalarimiz inshaalloh yetib keldi. Obunachilar kecha usbet qilmagan, kecha ulgura olmay qolgan insonlar uchun Abdulaziz ukamizdan bugungi xudo xolasa yangi partiyalarimiz kechqurun yetib tushdi obunachilar. Obunachilar iloji boricha yaxshilab muntazam chiroyli kuzatib boring. Kechaginga ko'tiga tepadagi hunojillar bugun yetib kelibdi. Sifatiga vobshe a'lo darajada. Obunachilar Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Shavon mahallasidan o'sha aka-ukalarning xonadoniga yana yetib keldik. Obunachilar bugun hafta kunimizga keladigan bo'lsak, hop 15 noyabr haftani shanba kunida turibmiz. Avvalo hammaning kuni xayrli bo'lsin akalar. Obunachilar iloji boricha kecha Paddeshka qildilaring. Avvalo hammaga rahmat. Kommentariyalarga yozibsizlar. Hammadan minnatdorimiz. Yaxshilab bugun ham bittadan like tekin, like-ni bosib turasizlar. Narxlarni yer bilan bitta qilishga harakat qilamiz. Bo'lmasa akalar videoni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Azbek aka. Yaxshi keldingizmi? Zo'rsiz? Mazangiz yaxshimi aka? Assalomu alaykum Azbekizning ashaddiy obunachilari. Hammalarning yaxshimisizlar? Ishlar bilan charchamang. Yaxshi kayfiyatda xudo xolasa ishni boshladik aka. Assortimentlarni udorlardan kelib qo'ydik. Kecha Paddeshkani zo'r qilishdi, rahmat. Yangi partiyasi mana undan ham arzon bo'ladi xudo xolasa. Videoda o'tkazib bermay oxirigacha ko'rishsin, like-ni bosib, narxlar tushaveradi aka xudo xolasa. Qaysi tarafdan boshlaymiz? Mana shu tomondan boshlayveramiz aka xudo xolasa. Bo'ldi, ketdik. Biz sehrli metrlarni sehrli metrlardan kichkinadan boshlaymizmi, yo'qmi? O'tgan sari kichkinadan boshladik-ku. Yo'q-a? Farqi yo'q menga aka. Qaysidan boshlaymiz? O'rtadan ketasangiz, o'rtadan ham ketaveramiz aka. Bizga qizig'i yo'q. Ketdik, mana shu kichkinadan kelamiz. Bo'ldi aka, hisob. Qani bismillahirrohmanirrohim. Mana shu 3 tasini bitta qo'yib beraman aka. Hop. 3 tasini bitta, 3 tasi birda. Mana eng kichkinasini bo'yini o'chab qo'yaman mana. Eng kichkinasidan boshlaylik bugun. 85 plus. Yerdan balandligi 85 plus. Bunisi aka mana 88 ekan, 87 ga olishsin, 85 plus ga olishsin. 3 tasini 85 plus ga olishsin bo'ldi. Birinchisi oqbosh. Hop. Mana ikkinchisi mana shvet varianti. O'zingiz so'z olarkan iste'molda. Mana. Bo'ldi aka, mana baq o'tib olaman. Mana uchinchisi. Hop. Mana shu mollar aka. Yeb ichishi xudo xolasa sinovdan o'tdi, mollar zo'r ekan, hammasi yeb ichishi. Mollar o'zi ertalab yetib keldi hammasi ham. Uchovini aka, qo'lingizni bering. Bu videoda boshida gapirib ketdim. Bismillahirrohmanirrohim, ha. 6 million so'mdan bir joyga olishsin, ketdi aka, xudo barakasini bersin. 6 milliondan 62, 63, 6,5 demayman. 6 milliondan 800 dan mol bor ekan deb yozib qo'yaman. Xursandmisiz? Yo'q. Aka, jon aka. Kecha 58 ni qo'yganlarimizni qarang, buni qarang. Endi jon aka, sotildimi mollar ham? Bitta ham qolmadi. Nanga gap. Xulosar sotildimi, sotilmadimi? Sotildi. Bitta qo'yma sotildimi? Aka bittaga bir joyga olishsin, 5 million 900 yozib qo'ying bo'ldi gap. Obunachilarning so'zi berdim. 5 million 800 dan. Yo'q, 5 million 900 dan labzingiz sotilsin, maza qilaylik, xursand bo'laylik. 5 million ham olgan odamman. Jon aka, to'g'ri tushuning, tortishmaylik. Birinchisini sal yengilroq qilaylik. Bo'ldi baraka. 5 million 900 dan bir joyga tallab olishga 6 million. O'zimga qolsa men 1 so'm tortish xohlamayman ham kerak emas, lekin sotilsa xursand bo'lamiz-da. Xudo xolasa. Aka, mana shu 6 tasini bitta qo'yib beraman. 6 tasi. Ammo sifat ko'chatlar ekan-a. Bugun udorlari kelgan aka, vobshe. 6 tasini. 88 ekan aka. Hop. Mana birinchisi mana. Ana hamda surib ketavering. Qorabay. Mana bu ikkinchisi. Charchov mollar ertalab yaqinda yetib keldi o'zi. Mana uchinchisi. Mana uchinchisi polvon narsa mana shu ham. Mana bu to'rtinchisi aka. Obunachilar ikkinchi partiyadan ketyapmiz. To'rtinchisi. Mana beshinchisi aka. Ikkinchi partiyada 7 talami? Bu 6 ta aka. 7 ta shikili 6 ta. 6 ta. 6 tas. 1 2 3 4 5 6 aka. Mana uni qo'shqam yo'q, bo'yi tushaveradi. Bo'ldi. Xafa bo'lishmasin, bir xilda bo'lsin mana shu. Necha chiqdi boya? Boya aka, mana uni 88 chiqdi mana. Eng chekkadan bitta o'lchab qo'yaman aka mana. Ha, o'lchadingiz shikili. 90 ekan aka. Bo'ldi. 85 dan 90 gacha olishsan aka. Hop. 1 santiga qaramaymiz, o bilasiz. 6 tani bir joyga. Abdulaziz bir joyga aka, mana qo'lingizni bering. Kelishtirib gapiraman. Mana uni 7 million, 7,5 million yo'q. Ha. 6 million 800 mingdan bersin, bo'ldi, ketdi. 6 million 800. 6 million 800 dan bir joyga olishsin, 6 tasi ketdi. 6 milliondan berishadi. Ketdimi? Ketdimi? Kameraga qarab gapiravering. Savdosindan so'rayapsiz endi. Bo'ldi aka. Qo'ldan kelgancha biz ham. Gap yo'q, rahmat. Shuncha so'rayapsizman. Aytaman, 5 million so'rasangiz ham haqqingiz bor aka. Hop. Lekin 6 milliondan kam so'rab qo'ydingiz. Endi voy.
So'rabotdi, so'ralagan yeriga. Gap yo'q, rahmat aka. Sotgani qo'yapsiz. Sotgani qo'yyapmiz. Mollar qarang endi aka. Doim Kichkina buzov emas, endi buzov emas bu. 200 ming past qo'ying. Molingiz Aka o'zi hozir mana shu buzovni ichim 7 milliondan kam qo'ymaydi aka. Men 7 milliondan degim keldi, keyin endi insof bilan bo'layotib, bizda bilasiz-ku. Boshqalarga solishtirmang, qo'lda bering keng. Bizga ozgina foyda qilsin, sotilsin deymiz. Ketdi 6 million 800 dan ketdi. 6 million 200 dan ketdimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q. Jon aka to'g'ri kelmaydi. 6,5 ga mo'ljallingiz bor, uni olishmaydi. 6,5 o'zingizda o'qib turibman men. Yo'q, 6,5 ustida dengaliga. Sizni qiynamay, obunachilaringizni ham qiynamay. Mollarni yaxshilab ko'rsating. Qiynamag'anizmi? 7 milliondan qo'yavering, sotilsa hisob. Yo'q, men maqsadim sotish ekan. Hop. Hech to'xtamga qaramayman. Bilasiz aka, mana shu molni ham. Yo'q aka, to'g'ri tushuning. Molga qarab pul bering bo'ldi, ketaveradi aka. Insofdan chiqmaymiz. Agar qimmat bo'lsa ko'rmay qo'yishaversin videoda, bor-ku. Mol narxi mana shu bozordan 500 ming yozgan bo'lmasa olmay qo'yishaversin. Bitta gapiraman, boshqa sig'maydi, yo'qsa naringa o'tib ketaveramiz. 6 million 400 dan ketdimi? Yo'q. Ha? Boshqa o'tib ketaveramiz, odam dariga qilmang, jon aka. Ketdimi? Aka bitta gap. Uni bir joyga olishsin 6 million 500 dan beraman. Mo'ljallingizni o'zingiz o'qib turibsiz. Yo'q, aka bittada 300 ming tushaverdi. Menaqa tushadigan yo'q, qo'lingizni bering. Ketdimi 6 million 400 dan? Yo'q, 6 million 500 danga bir joyga olishsa aka. Hop. Tillab olishga 6 million 600 mingdan 100 ming kuyusi bor. 6 million 400 dan bo'lsa ketdi. Yo'q, aka, keng oxirgi gapni gapirdim, keng. Videoda kalta qilaylik, dangal ish qilaylik. 6 million 500 dan bir joyga 6 million 600 dan tillab olishga ketdi. Bor aka. Bechkana savdo qildimmi hozir? Bechkana savdo qilmayapman, jon aka, video cho'zilib ketyapti. Dangal gapiryapman sizga. Video cho'zilsa ham og'oda maza qilsin. Maza qilsin. Ketdimi? Bo'ldi, 66 million 500 dan bir joyga. Kami bormi bo'ldi? Kami, sunnatga o'tib berasizmi? Aka, xudo xolasa. Bo'ldi. Barakasini bersin. Xudo barakasini bersin. Obunachilar. Hop, keyingilar ha? Keyingilariga mana aka. Mana shu yerda 6 tasini qo'yib beraman. Bo'ldi. 1 2 3 4 5 6. Oxiridagi hammasini bitta qo'yib beraman. Xudo xolasa. Hammasini bitta obunachimizga beraman. Aka, bo'ylari 90 ekan. Hop. Mana bu birinchisi aka. Bosh qarang, janivar chiroyligini. Mana bu ikkinchisi aka. Mana bu uchinchisi. Mana bu to'rtinchisi aka. Mana bu beshinchisi. Mana bu oltinchisi aka. Mana sifatlar kelibdi bor-ku. Allohda vobshe o'torlar xudo xolasa aka. Mana shu 6 tasi aka. O bittasini bo'yni o'lchab qo'yaman, mana shuni o'lchamadim. 6 tasini kelishtirib chiroyli. Aka 95 ekan bo'yi mana bittasini. 90 dan 95 gacha. 6 tasini aka. Bitta narx aytaman, xudo xolasa bor-ku. Shundiraman, qo'lingizni bering. Mana telefonni bezib qo'yib qo'ysangiz bo'lar ekan aka. Hop, 6 tasini bir yerga nech puldi? Qo'lingizni bering. Hozir. Hop, mana shu telefonni bezib qilib bo'lmayapti. Bezib qo'ying telefoningizni aka. Hop. Klient telefon qilyapti. Ha. 6 tasini aka 7 million 300 ming so'mdan beraman. 7,5 demoqchi edim. So'raydi, qanaqa aytdingizmi endi? Mana qarang, hozir so'raydigan gapirdim mana shu. Endi ko'rishsin, qimmat bo'lsa ko'rmay qo'yishaversin. Hozir 7 million 300 desa ham 7 millionga tushiramiz degan narsa bilan aytyapsiz-da, to'g'rimi? Bo'ldi, bo'lmasa 7,5 kam bu aka. Ol 8 milliondan berishadi. Qondan sig'adimi? Yo'q, unda ko'plik qiladi aka menga. 5 ta qo'l sig'adimi? Yo'q aka, insof bilan bo'laveradi. Xudo barakasini bersin. Ketdimi? Yon aka, odam yo'ldirman. 7,5 galik olmaydi degan. To'g'risi gapda, men o'qib turibman ko'zingizda. Aka, aytdim 7 million 300 mingdan ketdi. Bir joyga olib. 300 dan? Hozir 7,5 ga hali qilyapti-ku o'zi. Aytdimi? Siz 7 dan pastda dedingiz. Chalkashtirib berdingiz degan. 7 million 300 mingdan 6 tasini olishsin, o'tib beraman yana. Qancha o'tib berasiz? Şeyda o'tib beraman. Bora mana 7 million 200 mingdan, ama kamiga beraman. 7 milliondan ketdimi? Yo'q, 7 million 200 dan bir joyga ketdi. 7 milliondan ketdimi? Olsin, bir marta kamera qil Azbekga. Bugun siz so'ramang, men o'zim o'tib beraman deyolmaysiz ekansiz-a? Bo'ldi aka, 7 milliondan qarang, 6 dan bir joyga olsa ketdi. Tillab olishga lekin 200 ming pulisi bor. Bo'ldi, barakasini. Barakasini bersin. Biror marta bir to'g'ri savdo. Mana mashadan bagi 6 tasi, ha? Men ham adashtirdim, 7 million 300 berdim men. Aka, adashsangiz ham biz adashyapti deb to'g'ri gap aytolmaymiz aka. Ha, 7,5 desa xursandchilikman, baraka qilasiz. Yo'q, unaqa qilmaymiz aka biz. Mashadan aka qarang, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tasini qo'yib beraman aka. 9 ta tushmaydi. Tushmasa ham tushiraverman. Mana 2 8 tani tushiring. Yo'q, mana aka. 1 2 3 4 5 6 7 bo'ldi, 8 9. katta ham tushadi. Ash katta qora ham kirkida o'zi. Narxida ketadi. Kichkina narxida ketadi. Uchala molim bor, birinchidan 3 ta qora molim. Mana shu mollar narxida ketaveradi aka. Bo'ldi. 9 tasini bitta qo'yib beraman hozir. Oxirida hammasini bitta ham qo'yib beraman aka. Bo'ldi. Aka,
bo'yi 93 ekan. Aha. Mana birinchisi. Yana toza shvet. Mana bu ikkinchisi aka. Mana bu uchinchisi aka. Mana bu to'rtinchisi aka. Hop. Mana bu beshinchisi aka mana. Mana nimalarda qarang. Mana bu oltinchisi aka. Mana bu yettinchisi. Mana bu 8-inchisi aka. Mana bu 9-inchisi mana. 9-inchisi. Mana shu 9tasini jup qo'yib beraman. Bitta savdo aka. 9tasiga aka qo'lingizni bering. Ha, qo'lni bering. Bo'ladi qan narx qo'yar aka. Ham kelmayapsiz. Qattiqlik qilib oldingiz bugun, qandaydir. Aka 9tasini bir joyga oldim deyishsin aka. 7 million 700 mingdan ketdi. 8 million demoqchi edim. 7 million 700 dan ketdi. Men so'ramayman. O'zingiz bilib o'tib bera olasizmi? Biror marta. Bo'ldi. Chiroyli qilib. Bo'ldi. 7 million 500 dan berishsin bir joyga. Ana, bu erkak ishini shu. Telefon qilsin, yana o'tib beraman aka. Bo'ldi. Mana bo'yini o'lchab qo'ying, qarang. Eng past 93 chiqdi aka. Hozir o'lchadingiz-ku. O, qarang, 1 metrli metr. Yetib yetmay qolyapti, ko'ryapsizmi? Bo'ldi. 1 metrdan bari 90 dan teva bari 1 metrgacha olishsin. 93 tushyapti, eng kichkinasi ham. Obunachilar, video yoqayotgan bo'lsa, bizga faqat shu like xolos, like bosib turasizlar. Like. Aka qarang, bitta gap, tallab olishsa ham 7,5 milliondan tallab olishaversin. Telefon qilsin. Xayrana bonus. 9dan bir joyga olishsin, qo'lingizni bering, yana bitta erkak qilib 100 mingdan yana o'tib berdim. 70 dan ketdi. Endi mana miyangiz o'zi bilan o'zi kelishyapti hozir, bor. Maqsad sotish aka, dangalaga. O'zi bilan kelishyapti. Maqsad sotish. Mana bittani yakka qo'yib beraman aka. 3 bitta qo'yib bersam endi mana tushmay qoladi, sal kichkinaroq dangalaga. Mana qo'yib berasan, bu narx qimmatroq. To'g'ri tushunishadi, ha? Aka, mana uni shunday hammasini bitta olaman desa, ichiga ham qo'shaveraman aka. 10 ta qilib bersin uka deysa, 10 tasini berdim 7 million 400 ming. Hozir qarach, oxirida bitta qo'yoqsiz narx qo'yamiz, bo'laverami? Ha, qo'yamiz, xudo xolasa uni. Bo'ldi. Aka 97 chiqyapti bo'yi. Janivarda qarang. Mana molda aka mayda chuyda emas. So'ramaysiz-a? Zo'r ekan o'rtada. Buni so'rash zo'r. Uchovmi? Yo'q, mana bittan chiqaraman, keyin bu ikkini chiqarib beraman aka. Nech pul? Qo'lingizni bering. 8 million 300 ming so'm. 8,5 demadim. Hop. Qo'lga tegadigan qancha? Aka 8 millionga olsin. Kami ham bor. Yana o'tib beraman aka. Bo'ldi. Mana ikkitani ko'ring, ikkita gullar oxirida. Sizlar telefon qilib Azbek Uzdi kanalidan chiqyapman desa, deyishsin aka. Qaysini olaman desa, bonus bormi yo'qmi? Bor, bonus bor aka. Nech puldan? Ha, bonus o'zlariga qilib beraman. Bo'ldi. Sizga aytmayman. Bo'ldi. Telefon qilib nolishmasin, tamam? Ha, nolishmaydi xolos. Azbek kanalini olib, aytgan pulga qarang. 1 metr plus. Hop. Mana shu o'rtadagi shved obunachilar ko'rib turgan bo'lsa. Ikkovi ham 1 metr plus ekan aka. Bosish kerak, hop. Ikkalasi ham 1 metr plus. Chiqarib ko'rsataymi ikkovini? Ha, turaversin. Endi yaxshi narsa bo'lsa. Chiroyli molni chiqarib kelib turaverdim yana shu. Ana qarang. Mollarni, jonivorlarni. Bo'ldi, bo'ldi. Yaxshi. Ona kellalarni ko'ring. Uncha buqani damini beradi. Hozir aka men maqtaydiganimsa narx dirri, osmonga sayraydi. Narx yer bilan bitta bo'ladi aka, xudo xolasa. Qani ko'raylikchi. Ayting. Aka, mana shu ikki mollar mana. Birdan bir plus chiqadi, ikkovi ham. Bir 5 ham chiqadi. Bir plusga olishsan, qo'lingizni bering. 10 million, 10,5 million yo'q aka. Ha. Mana mollarni bir joyga olishsan 9 milliondan ketdi. Kamichi? Aka 18 million 500 mingga beraman, bo'ladimi? Yana o'tib berasiz. 18 million emas, 17 million 500 mingga beraman. Hayron bo'lib, miyangiz o'zi bilan o'zi urushyapti, men qo'lga tegdi. Saralash ketdi aka. Qo'lga tegdi. Seriyozdan salto. Aka mana. Deyli puli yo'q insonlar telefon qilyapti. 17 million 500 mingga ikkita buzib beryapman aka. Tushundim. 8 million 750 mingdan mollar. Mana shu ikkita ko'chatda, masalan, imkoni yo'qroq odam bo'ladi-da, misol. Imkoni bor odam bo'ldi aka. YouTube ko'rib. Uka, mana shu ikkita buzib beryapman. Yetarman, oshchasi yo'q uka deyishsin. Mana bitta gap. 17 million so'mga olib borib beraman. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Sog' bo'lsin. Obunachilar, keyin endi vaqotimning oldini ko'rsatib qo'ray-a. Olti ushlarni hammasini ko'rsatib qo'yaman aka. Obunachilar oldi qatorlarini mana sekin sig'ib mana zo'chkalar o'zi bilan ekan-a. Ha, xudo xolasa mollar. Behijolat ekan-a. Behijolat hammasi aka. Gap yo'q. Oldi qatorlardan ko'rsatishdan maqsad bilib bo'lmaydi-da, bilasiz. Uni kichkinadan ko'rsatib beraman aka. Kichkinalarni ham ko'rsatib bo'lar endi. Sekin mana kameraga chiqarib turib ko'rsatib qo'yarsin iloji. Obunachilar mana hammasini noqolayga kasal shaloq kasal yo'q ekan. Hop, Abdulaziz xudo xolasa obunachilar telefon qilishadi.
ishni bitirib Telefon iloji qilishsin, boricha Xudo xohlasa. maksimal darajada qaytarmasdan Bu biz savdomiz yo'q savdoga. Telefon qilishsin. Hop. Telefon qilgan inson ishini bitiramiz aka, Xudo xohlasa. Gap yo'q. Ana endi hali telefon qilib, misol nolib, videoda ko'rganimga afsusdaman 200 mingga tortishdi, 100 mingga endi puli yo'q insonlar ham ko'pda, misol sharoitda pastroq odamlar bor. Obunachilar Xudo xolasa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Hammaning chorvasiga, umriga, rizqiga baraka.